texnikalarni eng arzon optim joyini topdim. Ishqilib bu videodan keyin mani do'konchilar yomon ko'rib qolishmasa bo'ldi. Tashqarisidan qaraganingizda xuddi oddiy hovli, ichkarida bo'lsa haqiqiy katta sklad. Import texnikalarni ham terib tashashibdi. LG, Zifler, Immer, Midea, Aux, Seventage, Artel, Avalon brendlarining mahsulotlari hammasi birinchi qo'l narxlarda. Konditsioner deysizmi, xolodilnik, televizor, kir moshina, morozilka, pilosos, gaz plitaligacha. Xohlasangiz sotgani optimga do'koningizga oling, xohlasangiz kelib birinchi qo'l narxlarda joyidan donaga oling. Ishoning, narxlarni eshitib vashi hayron qoldim. Mana shu 12 talik konditsioner 2 million 960 ming ekan. Zifler konditsionerlari bo'lsa 3 so'm ekan. Morozilkalarni ham xohlasangiz kichkinasidan, xohlasangiz kattasidan bor ekan. Mana shu katta 1100 tonnalisi 8 million 130 ming ekan. Bundan tashqari aristollar, kullerlar, pilososlar hammasi birinchi qo'l vashi arzon narxlarda. Kelib bemalol o'zingiz ko'rib, tanlab yuklab olib ketsangiz bo'ladi. O'zi bularni bozorda ham ikkita joylari bor. Esingizda bo'lsa, bir reklama qilgandim. Butdan bozordan ham arzonroq narxda optimga olishinglar uchun asosiy sklad qilib qo'yishibdi. Immer xolodilnik 1 million 800 ming so'm. Xohlasangiz mana bunaqa 4 talik ishli, 6 talik ham bor ekan. 5 million 840 ming berib o'rishar ekan. 75 talik katta televizor 8 million 130 ming. Zo'r-a? Avalonniki bo'lsa 5 million 720 ming. Manzil Qo'qonda Hunarmandlar bozoridan o'chingiz bilan o'ng qo'ldagi mahalla Bekbo'tada 26-uy. Mash nomerli telefon qilsangiz aniq tushuntirib olishadi. Xohlasangiz dastavka ham qilishadi. Videoni hamma narsani eng arzon joyini qidirayotgan tanishlaringizga ping qilib yuborib qo'ying.